Yo do'stlar, barchalarga salom do'stlar. Sizlar bilan men Artyom Gaming kanali do'stlar. Mening yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, hozir men kamerani to'g'rilab olaman va men sizlarga bu video qoidalarni tushuntiraman. Xullas do'stlar, hozir bu yerda men zombi va qor bola, ya'ni qor go'lem turibdi. Minecraftda bilsalaringiz, qor bolalar zombilarga qarshi bo'ladi. Kim kuchli deb o'ylaysizlar? Zombi yoki qor bola? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar fikrlaringizni. Va biz buni boshladik, hozir tekshirib ko'ramiz. Ketdi. Zombilar yonib ketadi, o'shanisi yo'q. Ikkinchisi urush kim bitarkan? Zombi bitta o'zi 3-4 ta zombini tinchib tashlayapti. Nazoratdan qo'yib ko'ramiz. 6 ta zombi o'lar ekan. Demak, hozir biz qaranglar. Zabur olishimiz kerak, zabur. Yo'q, palakat zabur qayerda? Hoppa. Farqi yo'q. Qaranglar. Mana shu yerda bunday. Mana shurada zombilar va bu tarafda qor bolalar turadi. Qor bolalarni ham yig'ishtirib qo'yish kerak. Qor bolalarga kattaroq quramiz. Chunki qor bolalar kuchsiz. Bu yoqqa 5 ta zombi qo'yamiz. Va qor bolalar yutib qo'yish mumkin, chunki do'stlar, mana hozir ketdi qor bola. Qo'yib tashlayveramiz, qo'yamiz. Kimlar urushibsizlar? Tentakmi ular? O'lganlar. Bir-birlariga otib. Mana shuncha qor bolaga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Urushinglar ketdi. Kim bitarkan? Menga qarab ketmanglar. Urushinglar, urush. Voh, zombilar yutyapti. 2 ta zombi qo'shdik. 8 ta zombimi, qor bolami? Voh, yutyapti. Zombilar sachib tashlayapti. Voh, qor bolalar qoldi. Qor yetib boramiz, 2 ta. 1, 2 qosinglar. Chachib tashlayapti. Hozir yoki qor bola yoki zombi. Kommentariyaga yozinglar va g'olibimiz o'lib qolmasa zombi. Bu albatta zombi edi do'stlar. Chunki sizlar ko'rganingizdek zombi kuchli edi. Do'stlar, shu joyda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bizning videomiz bu safar to'g'risi qisqa bo'lib qoldi. Uning uzr. Do'stlar, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi safar kommentariyaga yozib ketinglar. Qaysi moblar bilan urushtirib ko'ramiz. Hozir do'stlar, hammalarga xayr. Sizlar bilan Artyom Gaming bo'ldi do'stlar. Do'stlar, keyingi safar qaysi mob bilan urushtirishimizni yozib ketinglar. Bu safar zombi yutdi. Hammalarga xayr.